Keyin do'stlar, hozir men sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Hozir men YouTube'da, Facebook, YouTube, TikTokda qanaqa stream qilishni. YouTube'da qilmoqchi bo'lsangiz, mana buni bosasizlar shundoq turib, bu yerga YouTube'ni bosamiz. Birpas kutib turib, stream qiluvchilar bo'lsa, bu yerga mana akkaunt so'raydi. Izvinite, akkaunt bosamiz. Mana buni keyin bosamiz. Keyin podshitini bosib, mana shu akkauntni bosamiz. Men bu yerda mana admin va podshitini bitta bosamiz. Okey. Keyin bu yoqdan mana bu yerga stream to me. Okey. Har doim ham publika tursa kerak. Проверяйте. Publika tursa qulf bo'ladi, yopiq stream bo'ladi. Bu yerga stream bo'ladi do'stlar. Bu yerga kunduzgi stream bosamiz. Mana bu ham yonib turishi kerak do'stlar. Bosamiz. Okey. YouTube studiya to'g'risida bitta do'stlar. Studiyaga bitta kiramiz. Bosamiz sizdan keyin bu yerga video qo'yingan so'tchim mana buni tafsilot kiritish do'stlar. Qisqa videoga nom bering. Qisqa videoni yuklash, turib bu yoqdan chiqamiz. Keyin polni chiqib ketamiz. Keyin mana bu yerga kirib, YouTube studiyoga kiramiz. Tomosha vaqti. Kirganimizdan so'ng kontga kiramiz do'stlar. Mana buni bitta turib bosganmiz. Mana hamjamiyat bosganimizdan keyin kontent boshqaruviga bitta bosamiz. Bular chat modeli hammasi yondi. Mana havola matnini o'chirib qo'yamiz. Sizlarning videolaring chiqqan bo'lsa, bu retga chiqarmay qo'yadi do'stlar. Keyin oddiy to'g'ri kiramiz bunga.
365 ga 28 ga. Do'stlar, mana bizani videomizda o'zi mana fikrlar 26 bo'libdi. Bu yerda hammasini ko'rsatadi batafsil. Google account, mana buni bosamiz do'stlar. Positionный account, reklama beruvchi reklama, video. Короче, hamma narsasi bor o'zi. Bu yerga o'tadigan bo'lsak do'stlar, mana shu yerda mana shorties, qisqa video, bu yerda katta video. Men qisqa videoni tanladim. Bu yerga turib bitta bosamiz. Mana bu yerda ipxoni va auditoriyani ko'ramiz. Ruskiy sizlar bilmadim nima qilib ekan deya. Ruskiy turar ekan. Zashto buni ustiga bitta bosib. Hey creators, let's talk about YouTube Shorts. A new way. Chiqqanimizdan so'ng do'stlar, jonli efirga oid mahsulotlar. Jonli efirni boshlash. Jonli efir formatining afzalliklari. Ko'rasizlar, mana shu yerga jonli efirga tegish, o'zbek tili, hamjamiyat. Bu yerga mana bunaqa narsalar bo'ladi o'rtoqlar. Turib ustiga bitta bosganimizdan keyin bu yerdan chiqamiz. Yes, bosamiz do'stlar. Modelimizni mana ko'rishingiz mumkin. Jonli efir qoidasi. Afsuski, funksiyalar ishlab chiqaruvchi hamjamiyat YouTube orqali pulni ishlab, mana buni ustiga bitta bosamiz. Keyin shorties ko'ramiz do'stlar. Yes. Kirganimizdan so'ng bizlarga o'sha pul kelaveradi. Kontentiga bosamiz. Проверьте. Bu yerga короче nima yozakanmiz? Obscenity provalid. Bu yerga yozmay turamiz. Ikkinchini bosaveramiz do'stlar. Bu yerda ishimiz tugadi. Sitiga o'tib, mana shu yerdan hamma narsani cheklab olsa bo'ladi do'stlar. Hammaga rahmat, bizni kuzatganingiz uchun kattakon rahmat do'stlar. Shortsga kirganimizdan so'ng yozib boshlashni bosamiz. Bosganimizdan tugmaga o'rgatadi, buni bir ko'rib chiqamiz. Misol uchun buni ko'rib chiqqanimizdan keyin o'rganamiz. O'rganganlaringizdan so'ng eng oxiriga kirib foydasi tegdimi? No. Uni qanday qilib yaxshilasak? Bu yerdan chiqamiz. Ko'rdinglar do'stlar, mana agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga omad.